Allohga shirk keltirishini gunohi kabiralardan deb zikr qilingan. Allohga shirk keltirgan kimsa mushrikning gunohi hech qachon kechirilmaydi. U do'zaxda mangu qoladi. Mushrik kim? Ya'ni sodda qilib, sahrocha qilib tushuntirib bersam, bu bandalar mozoratlarga borib sig'inadi. Boshiga ish tushib qoladigan bo'lsa, musibat kelsa, darrov 2 rakat namoz o'qib Xudodan yordam so'rashni o'rniga baxshini oldiga boradi. Latta baylab keladi bir joylarga, baxtli bo'laylik deb. Bularda hammasi shirk. Alloh bularni kechirmaydi gunohini. Albatta Alloh o'ziga biror narsani yoki bir kishini, kimsani sherik qilinishini kechirmaydi. Xudo turib toshga sig'inayotganlar bor, hayvonlarga sig'inayotganlar bor, mozoratlardan yordam so'rayotganlar bor. Davud alayhissalom pirimiz deyapti. U pir emas, u payg'ambar u. Davud alayhissalom madadkor bo'lsin, ruhi qo'llasin, otangni ruh qo'llasin, onangni ruh qo'llasin degan gaplarni ruh qo'llalmaydi azizlar. Ruhni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Aksincha ular bizning duolarimizga muhtoj bo'lib turibdi. Biz Allohdan ularga mag'firat so'raymiz. Allohdan ularga jannat so'raymiz, rahmat mazkur. Allohdan bizlar ularga doim jannatda yurishlarini so'raymiz. Ular bizga muhtoj. Ertaga biz o'lib ketsak, bizni ham ruhimiz farzandlarimizga muhtoj bo'ladi. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechiradi. Kimki Allohga shirk keltirsa, demak, juda ham qattiq yo'ldan adashgan bo'ladi.